Nimaga bu yoqqa qarab o'tiribman? Eng ko'p kelgan savollardan bittasi bu tizza to'g'risida gaplashamiz. Tizza muammolari va ularni davolash usullari. Tizzada og'riq, qotish yoki harakat cheklanishi 9-10 mushaklarni kuchaytiruvchi mashqlar. Tizza blok bo'lishi. 5 ta u yoqqa, 5 ta bu yoqqa qilamiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Men Muxtorov Muhammad, Doktor Muxtorov klinikasi asoschisiman. Ko'pchilikning talab va istaklariga binoan qalada eng ko'p kelgan savollardan bittasi bu tizza to'g'risida gaplashamiz. Tizzani har qanday muammolari, ularga yechim, diagnostik, ya'ni tashxislari, qanday davolash usullari yoki mashqlari, har qanday muammolarni bugun ko'rib chiqamiz va yechimlari bilan sizlarga beraman. Xo'p, ketdik unda. Tizza muammolari va ularni davolash usullari. Tizzada og'riq, qotish yoki harakat cheklanishi bu jiddiy signal. Men tizza bo'g'imidagi barcha asosiy kasalliklarni, diagnostika va davolash yo'llarini batafsil tushuntirib beraman. Birinchisi, degenerativ kasalliklar, chirish va yemirilish. Bu kasalliklar bo'g'im asta-sekin yemirilib boradi. Birinchisi, gun artroz, tizza artrozi, osteoartroz, Minsk yemirilishi, degeneratsiyasi. Ikkinchisi, yallig'lanishlar kasalliklari, artritlar to'g'risida gaplashamiz. Bo'g'im ichidagi yallig'lanish kuchayadigan holatlar, artrit, bo'g'im yallig'lanishi, revmatik artrit, podagra artriti, psoriaz artriti, reaktiv artrit, bursit, tendit va sinavit kasalliklari. Qo'shimcha ravishda Minsk yorilgani, bog'lam cho'zilgani, patella chiqishi, ya'ni tizza qopqog'i chiqishi, tizza blok bo'lishi, travmadan keyingi va og'riq. Tizza davolanishni 3 ta asosiy yo'lni ko'rsatib o'taman. Birinchisi, tabiiy yo'l bilan davolanish. Bu bosqichda og'riqni kamaytirish, bo'g'imni tiklash va harakatni yaxshilash uchun harakat qilinadi. Bunga 3 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchisi, karam, asal va strich. Bu tabiiy usullari. Yengil mashqlarni 5 tasini ko'rsaman. Tizza uchun og'ir mashqlar 5 ta bo'ladi. Fizioterapiya, magnit, lazer, elektr stimulyatsiyasi va manualniy terapiya va mushaklarni bo'shatish usullari. Bu usul bilan ko'plab bemorlarni sekin-asta 100% tiklanish kuzatiladi. Ikkinchisi, doimiy mashqlar bilan davolash. Bu yerda mashqlar tizimli, asta-sekin kuchayib boradigan tarzda beriladi. Mushaklarni kuchaytiruvchi mashqlar, tizza barqarorligini oshiruvchi mashqlar, bo'g'im ichidagi bosimni kuchaytiruvchi mashqlar, cho'zish, bo'shatish, stabilizatsiya mashqlari. Bu mashqlar tizza bo'g'imini operatsiyasiz tiklashning eng kuchli yo'li. Uchinchisi, operatsionniy, ya'ni jarrohlik davolash. Agar bo'g'im 3-4 darajada yemirilgan, Minsk butunlay yirtilgan yoki bo'g'im faoliyati keskin buzilgan bo'lsa, Minsk tiklash, sun'iy bo'g'im qo'yish kattaroq bosqichlarida bo'lsa, unda shu amaliyotlarni qilsa bo'ladi. Lekin ko'p holatlarda bemorlar operatsiyaga yetib bormasdan mashqlar, fizioterapiyalar, manual terapiya bilan to'liq tiklanadi. Agar sizda tizzada og'riq, shish, qotish yoki harakat cheklanishi bo'lsa, men sizga to'g'ri diagnostika, ya'ni tashxis qo'yish, tabiiy davolash, mashq dasturlari, fizioterapiya, manual terapiya, zarurat bo'lsa jarrohlik bo'yicha yo'nalishlarni bera olaman sizga. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kasalliklar uchun yengil 5 ta mashq ko'rsatib o'taman. Birinchisi, doimiy tizza harakatlanib turadigan mashq. Ketdik. Kuniga 5 mahal 10 minutdan qilsanglar, kuniga oyog'inglar mazza qilib, qoni aylanib yaxshilanadi. Shunaqa. Qirsillashlar, bo'g'imdagi og'riqlar ham sekin-sekin ketishni boshlaydi. Mana shunaqa qilib doimiy qilib o'tirasizlar. Stolga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Shunaqa sharoit qilib olib o'tirasizlar. Televizor ko'rib yoki telefon ko'rib o'tirsanglar ham bo'ladi, bemalol. Ikkinchi mashqimiz bu bitta sochuv kerak. Yaxshilab dumaloq qilib o'rab olasizlar. Oyoqni tagiga qo'yamiz. Mana. Bunday ochib turib, oyoqni siqamiz. Yerda ham bemalol o'tirib qilsanglar bo'ladi, mana. Bu ozgina siqilish kerak. Itarasizlar. Bunda bu oyog'inglar joyida turadi, tananglar bilan itarasizlar. Bunda bosim o'tkazasizlar. Sal boldir bilan son qismi sal og'riq paydo bo'ladi. Natijada bu yerda siqilish hosil bo'lgandan keyin sekin qo'yib yuborganingizdan keyin oyog'ingiz yaxshi kelmayapti-yu, bunda egilmayapti-yu. Keyin bundoq qilsanglar ancha yengillik bo'ladi. Buni ham doimiy qilib turasizlar uyda. Kuniga 5 mahal
10 tadan qilasizlar. 10 ta siqishdan iborat bu ham. Ushladinglar. Orasiga tiqdinglar. Mana itarasizlar. Mana itarib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ozgina og'riq bo'ladi. Keyin qo'yib yuborganingizdan keyin shu qismida, chunki tizza qismi vakuum bo'ladi. Vakuum bo'lganligi hisobiga bu yerda ozgina siqilish bo'ladi. Bu yerda ham o'sha muskullarda, mushaklarda bosim bo'lgani hisobiga bu yerda sochini olib tashlaganingizdan keyin reski qon yaxshi aylanib ketadi va natijada ko'pchilikning oyog'i bukilmaydi-yu, bemalol sekin bukilishi boshlanadi. Mana bemalol. Ikkinchi mashqimiz tugadi. Uchinchi mashqimiz mana shu holatda turamiz. Ketdi 10 ta. 1 baravar 2 3 4 5 6 oyoqni birlashtiramiz. 7 8 9 10. Uchinchi mashqimiz bu. To'rtinchi mashqimiz. Bu cho'zish mashqi. Oyoqlarni bunisini chapini to'g'riga cho'zib olib turib, ikkinchisini bosamiz bundoq. 1 2 3 4 5. Bunisini ham 10 ta qilamiz. Ikkinchisini ham 10 ta qilamiz. 1 2 3. Qaytayotganda sal qiyinroq bo'ladi, chunki nagruzka tushyapti. O'zingizlarni ozgina qiynashingiz kerak. 4 5 6 7 8 9 10. Bu mashqni ham kuniga 5 mahal 10 tadan qilsanglar zo'r bo'ladi. Natijasi suyaklarni harakatini yaxshilab beradi. Endi 5-mashqqa o'tamiz. 5-mashqda oyoqlarni to'g'riga cho'zib olib, qo'llarimizni orqaga qo'yib olamiz. Bu past oyoqni ishlatamiz. Ya'ni tovon qismini ketdik. Oyoqlarni birlashtirib olamiz. 1 qattimroq 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Shu mashq ham oyoqni tegidagi paylarni cho'zishiga sabab bo'ladi. Natijada harakatlarni yaxshilanishiga olib keladi. Bloklar yechiladi, og'riqlar qo'yib yuboriladi. Ikkinchi og'ir mashqlarga o'tamiz. Sekin o'sha mashqlarni birinchisi yengil mashqlarni qilib bo'lganingizdan keyin endi oyog'iga sal nagruzka berishingiz kerak, ya'ni bosim berishingiz kerak. Faqat yengilida ishlasanglar ham o'sha oyoq o'sha yengilga o'rganib qoladi. Endi tanani, muskullarni, mushaklarni, o'sha suyaklarni baquvvatlashtiramiz. Harakat ham o'shanga yarasha kuchli bo'ladi, tanangizni ko'tarish ham yengil bo'ladi. Boshladik. Ikkinchi mashq, oyog'imizni ochib olamiz va qo'limizni pastga qilib qo'yib ketdik, o'tirib turamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tugatdik. Kuniga 10 tadan 10 kun qilamiz buni ham. Ozgina achishadi, lekin chidash kerak. O'shanda oyoqdagi artroz, artritlar va bo'g'im kasalliklari o'sha harakat cheklangan odamlarda rezultati, foydasi zo'r bo'ladi. Menga ishonsanglar, zo'r bo'ladi, chunki o'zim shu mashqlarni qilib oyog'imni mustahkamlaganman. Endi ikkinchi mashqqa o'tamiz. Ikkinchi mashqimiz ham oyoqni keng ochib olib boshladik. Oyoqni keng ochib olgan holatda boshlaymiz, ketdi. Cho'zamiz. Sekin ochiladi, cho'ziladi.
Buni ham 5 ta u yoqqa, 5 ta bu yoqqa qilamiz. Zo'r cho'ziladi. Ikkinchi mashqimiz ham tugadi. Bu ham og'ir mashqlarning qatoriga kirgizsak bo'ladi. Uchinchi mashqimiz hamma biladigan o'tirib turish. Oyoqlarni tekis qilib olamiz. Tovon ko'tarilib ketmaydi. Tovon ko'tarilib ketmagan holatda o'tirib turamiz. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu ham og'ir mashqlar qatoriga kiradi. O'zingizlarni ayamasdan shu mashqlarni davom ettiramiz. Endi 5-mashqqa o'tamiz. 5-si bu ham og'ir mashqlar qatoriga kiradi. Boshladik. Buni ham 10 ta qilamiz. Boshladik. Tizza bilan tushamiz, ko'tarilib ketamiz. Tizza bilan tushamiz, ko'tarilib ketamiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tugatdik. Kommentariyaga yozib ketasizlar. Sizlar tizza mashqlari bo'yicha qaysi bosqichdasizlar? Yengil bosqichdami yoki og'ir bosqichdami? Endi bu mashqqa o'tgan bo'lsanglar, demak, sizlarda muammolar sal kamaygan. Nega desanglar, harakat cheklanishlari ancha osonlashgan. Shuning uchun mashqlarni og'ir va yengiliga ajratdim. Keyingi videolarda bundan ham zo'r mashqlar ko'rsataman. Faqat kommentariyalarga yozib ketinglar. Men yengilidaman, men og'iridaman deb. Hammasini kuniga 10 tadan 10 podxod qilamiz. 10 kun davomida. Keyin og'iriga o'tsanglar bo'ladi. Ana o'shanda qiynalmaysizlar. Aziz kuzatuvchilar, sizlarga yangi muolaja turini videolarini tayyor qilib qo'yganman. Uning uchun meni YouTube kanalimga obuna bo'lishingiz kerak, like bosishingiz kerak. Kommentariyaga muolaja so'zini yozib qoldiringlar, men sizlarga link beraman. Tizza artrozi, tizza artriti, bo'g'im kasalliklari, o'sha yuqorida ko'rsatilgan hamma kasalliklar uchun zo'r ta'sir qiladi. O'sha videoni ko'rasizlar, buyiz, dodez, amakiz, tog'iz, xolangiz, ammangiz hammaga o'sha link tashlayverasizlar. Keyin bemalol duoligini olib yuraverasizlar. U muolaja tabiiy usul bo'lib zo'r ta'sir qiladi. Aziz kuzatuvchilarimiz, nimaga bunaqa bu yoqqa qarab o'tiribman, nimaga bunaqa o'tiribman? Ko'rishingiz mumkin. Bu ko'pchilikning orzusi. Mashinaga o'tirish. Shu uchun bugungi videomiz tizza haqida bo'ldi. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Nega? Hamma muolajam shu tizza qopqog'i to'g'risida. Xo'p, bu o'tirishni eng katta sabablardan bittasi, unaqa o'tirish uchun harakat qilishni eng katta sabablardan bittasi bu namoz uchun. Namoz uchun o'tirishimiz shart, shunaqa o'tirishimiz kerak. Bu uchun harakat qilishimiz kerak. Ko'pchilikga ahamiyat bersanglar, mana bunaqa o'tiradi. Bunaqa o'tiradi. Yoki mana bunaqa o'tiradi. Yoki mana bunaqa o'tiradi. Yoki mana bunaqa oyog'ini bunaqa qilib o'tiradi. Yoki stolda o'tiradi. Ishoninglar, odamlar uchun mana bunaqa o'tirish ham orzu. Mana shunaqa o'tirish sog'lomlik belgisidir. O'zingizlarning sog'lig'ingiz uchun o'zingizlar qayg'uringlar. Shu uchun kommentariyaga o'zingizlarni xohlagan so'zinglarni yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi mavzular qanaqa bo'lishini ham o'zingizlar hal qilasizlar. O'zingizlar o'sha o'zim shaxsan o'zim kommentariyalarni o'qib, o'zim sizlarning kasalliklarni yoki qaysidir kasallikning ustida ko'rib chiqib, o'shani video qilib chiqaman. Kommentariyaga savollar yozib qoldiringlar, o'zingizlarga qiziqtirgan. Meni sahifamga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun kuyib pishib mashqlar, videolar, kecha-yu kunduz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Mehnatimizni befarq qoldirmagan holatda podpiskani bosib qo'yinglar, yaqiningizlarga ulashib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar uchun yanada zo'r mashqlar, yanada zo'r muolaja turlarini keyingi videolarda ko'rsatib o'tiramiz. Sog' bo'linglar va salomat bo'linglar.